Men keldim. Xayriyat, qayerda yuribsiz? Ozgina ushlanib qoldim. Bemor ichkarida yuring. Qocha, bu veterinar-ku. Oyimni masalada bo'lmayotganiga doktor chaqirdingiz deb o'ylayman men. Otni mazasi yo'q, uning ko'ynimga sig'adimi? Yo'qol ko'zim ko'rinma. Bor kir. Ada, men o'qishga ketdim. Men aytgan gaplarni anu sotdeyinga yetkazib qo'ygan. Xo'p. Kirasanmi? O'lib qolsa ot ketdingmi? Adamsiz sotay dedilar. Nima unaqa deydilar? Bilasiz, adam otlarga qiziqadilar. Chavandoz bo'lganlar. Kuyovim hech bo'lmasa ot minishni bilsin deb otdilar. Harakat qiling. Bo'ldi, o'rganaman. Aka, menga o'tkazma. Turay tuqqaning yoniga o'zi asab buzilib turibdi. Shu kunlar ham boshimda bormidi? Adasi, o'g'lingiz jinni bo'lib qolganmi o'zi? Bos, bos, qamchi bos, ot choptir yigitga mos. Bos, bos, qamchi bos, ot choptir yigitga mos. Ey yigit boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Chavag'on boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Bo'lmadi bu. Haqiqatni o'rganish kerak. Ne chaqiruvding? Ot kerak. Yozdim, men tanishim bor. 99 813 0003. Ismi Nozik. Yo, tushunmading. Unda nima arzoni bor xolising? Menga ot kerak, haqiqiy minishga. Voy, shunaqa demaysanmi? Yoz ol bittasi nomerini. Ertaga aytsang, shundoq kirgizib yuborishadi. Bo'tga hammani ham kirgizurmayman, ukam. Pulingizni berolman-ku. Shuning uchun ham kiryapsam-da, mayli yur. Bo'tda hammasi palon pulli zotdorotlar. Ishlamaydimi? Kuchmas ot bu. Bularcha sen cho'milmagan shampullarda cho'miladi. Sen bormagan joylardan yemlar olib kelinadi. Germaniya, Polsha. O'z borganmisiz? Ya, meni vaqtim yo'q. Otlarga qarashim kerak. Menga qara, otga minishdan oldin o'zingga o'rgat. O't bo'tdan sila. Mabodo qo'rqadigan bo'lsang, ot srazu biladi. Ya, unaqa qo'rqadigan bola emasman, aka. Bo'pti, unda ichkariga kirib tur, men egar olib kelaman. Yuvosh, ishlamaydi, tepmaydi meni. Ne quloq tikka bor. Sekin. Tur, nima qildi? Tepdi. Otga hech narsa qilmadimi? Menimcha noto'g'ri joyini silab qo'ydim. Tur, harakat bor ekansan. Tur. Menimcha ikkita qo'rg'am sindi-yu. Siqilmasang-chi, boshda o'zi shunaqa bo'ladi. Wow. Qizimmi? Yo, xo'jayini qizi. Voy, xo'jayini qizi. Qachon keldi bu? Bonu! Voy, o'char jinnimisan, terpilab olayotgansan-ku. Bonu! Nima ekanmi? Bonu! Bekor kirgizdim ben, o'char. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Ot mingani keldim. Kim kirgizdi sizni? Manmodan. Yaxshimisiz? Ya'ni eski qilig'ingizni boshlabsiz-da. Aqllilik ko'rmang, xo'p. Xo'jayinimcha siz emas, adingizlar. Ha, yo'q, hammasini adamlarga aytib beraman. Nimani aytasan? Xotiningiz to'g'lan tuxumini sotayotganini, otlarni yemidan urib qo'yotganingizni, puliga odam kirgizayotganingizni. Dashsan o'ring? Hammasini bilar ekansiz. Ha, bilaman. Ishingizni qiling. Xo'p. Qalaysan? Mana shu harakat qilayotganingizdan xursandman. Mana hammasi sizlarnikimi? Shunaqa. Mana shunaqa otxona qurgandan ko'ra uylar remont qilsa bo'lmaydimi? Xo'p. Nima deysan endi? Adam bor butlarni shotga tikkanlar. Tushunarli. Ot minishni o'rganasizmi? O'shanga keldimi? Ketdi. Birinchi bo'lib ot tanlab olamiz. Adeng joylari yurib bu otni tanlasam bo'ladimi? Ha, sizga VIP. Voy, men buni tanladim. Mayli. Otga minishdan oldin u bilan gaplashish kerak. Ot bilan nimani gaplashaman? Bo'pti, qarab turing, men ichkaridan yuganini olib chiqay. Qo'lim, o'zingni ko'rsatgan payting keldi. Nima bo'ldi? Xavotir olma, yaxshimi? Xavotir olmayman, ot qani? Qochib ketdi. Qayerga qochib ketadi? Bilmayman. Soting. Sut emas, iflos ot ekan. Ot etmayman, siz aytmayman, turing.
Ay, berim chiqib ketdi. Qayerda qidiramiz? Xavotir ol, mashinaga o'tir. Qanaqa mashina? Mashinangiz yo'q-ku. Mana kim mashinasi? Adamniki. Adamniki. Adam? Bu nima qilyapti bu yerda? Siz bilan gaplashgani keladilar. Bo'pti, ofisga chiqib turlaring, otlarimni tomosha qilib boraman. Ada, ertalabdan beri kutyaptilar. Birinchi shu ishni hal qila qolaylik. Sovqatib ketdim-da. Birinchi yuvinsin, ketdi. Nima qilyapsiz? Adamni chalg'itish kerak. Boring gaplashing. Ofisingiz zo'r ekan. Hamma ot o'zingiznikimi? Mana men bu ot Turkmanistondan kelgan. Bunisi toza polskiy, 150 ming dollarga bermadim. He, sotib olib uyingiz remont qilsangiz bo'lar ekan. Xo'p, Otxonadagi otlarimni ko'rdingmi? ko'rdim. Ichida bitta eng qimmati bor. Qora emasmi? Ya, oppo. Sen aytayotgan qora bayir bitta kattakonniki. Hamma otlarimni sotsam ham pulim yetmaydi. Oyoqda paypog'i bormi? Ha? Sochi uzun. Ha, ko'ribsan-ku. Ko'rdim. Xo'jayin, shep keldilar. Ye? Tez joylan tayinla. Ovqatlanib pishirib, oshpazlarni chaqirgin tez. Otni ham tarab tez olib chiq. Nima qilib turibsan, bo'l? Ot yo'q. Qanaqasiga yo'q? Qayerga ketadi? Bizni qochirib yubordik. Biza? Mana aloqam yo'q. Siz qochirib yubordingiz. Adam. Bunaqa yuragingiz chap qolmay. Otim sizga ishonib ishab ketgan. Qanaqa qimmatligini bilardingiz. Nimaga unaqa bemas'uliyatlik qildingiz? Sana so'rayapman. Zo'r aka. Kichkina o'g'lim tug'ilgan kuni. Bugun ot minaman o'tdi. Endi nima qilamiz? O'g'lingiz necha yosh? 12. Men o'ynataman. Kerak bo'lsa ot bo'laman. Bu ot qanaqa o'tganini bilmay qoladi. Agar bitta muammo bo'lsa, hammani. Qani ketadi? Shu, oy bir. Shu, oy ko'tar. Yur, torta. Stop. O'g'lingiz rostdan 12 yoshmi? Ha? 12 yoshdan chog'im. Nima berib boqqansiz? Hadi, gapirmasin, yursin. Ay ko'tab. Shu, o'y bering. Shu, sekin. Qichimizni bering. Qichib keling. Kelaman qichib. Keling, to'xtang, stop. Ustimdan tushgan adeni gapim bor. Tushmayman. Tush. Voy, gapim bor. Gap bor ekan, jonim. Hadi. Jonim bolam. Jonim bolam. Gapir. Menga 24 soat muhlat bering. Otingizni topib kelaman. Agar topa olmasam, mana shu odam kafir bo'ladi. Oti topib kelsang, qizim saniki. Gap-yu? Ha? Alo, Bonu? O'g'lim aka, topdingizmi? Yo'q, oramizni ochib shuni yetib qo'ymoqchi edim. Bo'pti. Qizing ham, oting ham boshingda qolsin. Menga tinchlik kerak. Bo'pti.